Assalamu alaikum. Aleykümselam. Benim öz tanıştığım bolsanız. Ben ismim Muhammed İhsan Yasin. 2016 yılı Mısır okuğun çıkan. Okuğun çıkandan keyinki halda şu ata-anamni tutlagан boldu dadamni. Ya ularning kirishimi qancha vaqt bo'ldi hozir? Kirishimi 2017 yılı 3. aydan keyin aloqamiz uzilib ketgan. 2 yil oldu. Lekin ularningki türmedi mollalarga tuqqanligingizdan aşu bilginiz bilgancha hammasini ismini to'liq. Dadamning ismi Yasin Sidiqullo, onamning ismi Ayşe Ag'azi. Akalarimdan tartib hammadan Evet, ismini to'liq. Kevser, bir akamning ismi Kevser Yasin. O Beşer Yasin bunun hamısı şu içirip ketken oldu turmada. Hammasi turmada. Turmada. Acam Munira Yasin bunu içirip ketdi balsıdan ailelik. Yoldaşını birini içirip ketken. Yoldaşın ismi nima? Yoldaşının ismi Seydullah Ahmet. Yani şu yoldaşının ata-analarini tartib içirip ketdi. Ondan keyin çoğ acamning terbiyelashga içirip ketken deb onu içirip ketgan qildi. Lekin ata-anamning şu bizning undidarini tanlab qolganlik uchun Xitoyga tanlab ketganlik uchun bo'ldi. Nima yo'q. Resmi yo'q ata-anam degan shu rasm bormi shu 5 yoshlik fuqalarni tartib quchoqdagi bolalardan tartib achlarining bolalari. Mushi turna shekil sanatib qoldiramiz. Men tuqqanlarim Qashqardagi arzanmi shu. Hozir nima inlarimizdan hammasi ismini deb qo'yamiz. Inimning ismi Mehrullo Yasin bo'ldi. Achamning bolasining ismi Muhammed Eyyubi. Ondan keyin akamning o'g'lining ismi Nurullo Mubashshar. Akamning oilaning ismi Xurshid, Rashida Sabir. Kichik akamning oilaning ismi Fatima O'sha. Shundan hammasini lager ijara ketgan. Hali sizning oilaga shu mesela kelinning ota-onalari, kuyovning ota-onalari shular yo'qmi? Kuyovning ota-onalarini ijara ketganligi xabar bor. Bundan xabar yo'q. Ijara ketganlar xabar keldi menga, lekin undan shu. Hayat ya qanday ekanligini bilmayman. Ota-onamning hayat yoki tirik ekanligini bilmayman. Yani boshqa bir tuqqanligida Undan keyin dadamning akasining bir o'g'lini ijara ketdi tarbiyalashga. Bu Muhammed Sidiq Husn oldu. Husn Sidiq o'g'lini ijara ketdi. Oylik qildi. Lekin Aqto'da bo'lganimizda Aqto'da dadamning yaqin birodardan birisi var İsmail Ahmet. Aqto shahar yo'shidan 6-dadi 4-shodiydan bo'ldi. Yana bizning dadamning bir cho'mir yaqinlari esa dadamni ham sahlab ko'rinib tatib bildi o'qigan. Uni Mahsum Ajam dadasining ismi Sulaymon Qarajim. Buni bichirib ketgan. Undan keyin bir kichik o'g'lim bichirib ketdi. Sulaymon Qarajim ham bizning ustoz bo'ldi. Uning Türkiye hayat ekanligini ben bilmayman. Ondan xabar yo'q. Lekin bu endi hozirgi vaqt chiqdingiz, bundan keyin bularning bir izlagan olgan qadar da'vosi qilamsiz yoki endi Kastamonda o'qitibsiz, shu o'qishni bo'lamsiz qanday bir bundan keyin endi shu xalqaro mejbur tashkilotlarga, xalqaro Qizil Kirist jamiyatlariga, Yevropa inson haqlariga, undan keyin Turkiya Cumhuriyet Başbakanı Erdo'g'an başbakanımızga endi shuni qutildirish uchun birinchi Alloh taolani yordam tilayman, qarinlab qolsin shundan bir sabab qilib bersin deb shuni yordam tilayman. Bizlarga berishni so'rayman. Takim shu uydagilarning xabarini olg'acham shu vatanda izlayotgan qarindoshlarimizning nima qilgacha bu da'vani yanmayman Alloh xohlasa. Shunday.